Epstein oroli. Bugungi mavzuimiz Epstein oroli haqida bo'ladi. Epstein oroli tashqaridan jannatdek ko'rinadigan, ammo ichkarida qorong'u sirlarni yashirgan joy. Bu orol AQShning Virjiniya orollarida joylashgan va milliarder Jeffrey Epsteinga tegishli bo'lgan. Bugun esa u butun dunyoga eng shov-shuvli jinoyatli ishlar bilan mashhur. Tergovlarga ko'ra, Epstein yosh qizlarni, ayrim hollarda voyaga yetmagan qizlarni ish, massaj yordamchi bo'lasan degan bahonalar bilan bu yerga olib kelgan. Keyinchalik jabrlanuvchilar bu yerda jinsiy zo'ravonlik, bosim va qo'rqitish bo'lganini aytib chiqishadi. Eng ko'p savol tug'diradigan jihat orolga kelib ketadigan mashhur va ta'sirli shaxslar. Sud hujjatlariga ko'ra, siyosatchilar, shahzodalar va milliarderlarga oid ismlar tilga olingan. Ammo muhim jihat bor. Ism tilga olinishi aybi isbotlandi degani emas. Ko'pchilik bu ayblovlarni inkor qilib keladi. 2019-yilda Jeffrey Epstein qamoqqa olinadi. Qamoqxonada o'zining xonasida o'lik holda topiladi. Rasmiy manbalarga ko'ra, o'z joniga qasd qilgan, ammo qo'riqlash kameralar ishlamagani va ko'plab xatoliklar sabab bu voqea atrofdagilarning shubhalari hanuzgacha tugamaydi, chunki u juda ko'p sirlarni bilgan edi. Bugun Epstein oroli internetda bitta savolni eslatadi: boy va kuchli odamlar qonundan ustunmi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha